Assalomu alaykum Beruniy Evrostroy obunachilari. Mana bugun Chilqaning 22-iyul tungi opunimizga reka qaqış jarayonlari bo'lib o'tadi. Az havodir, xudo xolasa rekalar qaqilyotir, chilliklar osilyotir. Mana ajoyib bo'lib. Xudo xolasa az havodir. Tungi opunimiz ham ayniqda taym bo'lib qoldi. Bugun borib olib qaytamiz. Yangi o'rganayotganlarga bir kichkina maslahat berib o'tib ketacakman shu yerda. Iloji bo'lsa rekani mana shunday tarshobkada kesinglar. Iloji boricha tarshobkada, sababi qiynalsanglar ham ag'ani yaxshi. Instrumentsiz usta emas deb aytilganda. Shuning uchun instrument bo'lgani yaxshi. Sababi hozir mana rekani sizlar pichqida kesamiz-ku, burun pichqida kesib yurdik. Mana shu yerimiz ham 90 gradusda chiqmasa, rovni bu yog'i uqlim bo'lib qoladi, mana yog'i uqlim bo'lib qoladi, mana yog'i uqlim bo'lib qoladi. Rekamiz deb turgan vaqtida deb bundaqa qiyshiq, mana shunday qiyshiq qatadi. Ya bundaqa qiyshiq qatadi. Shuning uchun iloji boricha tarshobkada kesinglar. Tep-tekis kesinglar. Videomuz foydali bo'lgan bo'lsa, bir like bosib qo'yasizlar.